Charchamadingmi onasi? Yo'q, Ne boshing bo'ylab oldi? boshim og'riyapti. Bor, ozgina dam ol, mavzu qilaman. Ber. Voy, yuziga qildiramanmi? Bor, dam olsan. Ha, xotin aka. Kechga nima yeymiz? Qisqa. Asabim buzma. Mazasi bo'lmayapti. Ha, aka. Qo'ymizda bor. Qachon qaramasa shu xotiningiz mazasi bo'lmaydi. Shu ish qiladigan payt bor. Bo'pti. Men qanaqa tuz yeyishimni bilasa, hammasini me'yorida cho'tka qilib qo'ying. Nima qilsan onasi? Pilsuz qilayotgandim. Qornim ochib ketdi. Bor, buni tayyorlab ber. Men qilib turaman unga. Qop bo'ladi. Aka, bugun kirni kim yuvadi? Sizmi, kenaymi? Katta xoling yuvadi. Ana hammomga kir, kir mashina bor. Chiqib ko'rasan 15 minutda yuvib beradi. Nima meni xotinim, seni qulingmi? Voy bu, hammaning xotini bo'lsin deganda. Aka, qorin vashi ochib ketdi. Ishga nimadir bor ekanmi? Shunga seni kutayotgandim. Qorin yomon ochdi bor. Tuxum qo'g'ir bor. Yilga keyin ishga ketaman bor. Kenayimga ayting, tayyorlab beradilar. Xo'sh, kenayim ketguncha akamni o'zi chiqib ovqat qiladi ishonga. Yakellar, hamma sanlar. Hop! Men sanlarga teva bo'lib qoldim endi. Meni ovqat yeysanlar. Dugonajonlar, meni erim shunaqa mehribonlar. Sizlarni